Assalomu alaykum. Tom ishqibozotlari. Mana bunday chiroyli to'yxona qurdiraman deb niyat qilgan akalarimiz, tadbirkorlar. Navbatdagi inshootimiz Samarqandda, Juma shahrida qad ko'tardi. Mana binomiz razmeri 30 ga 13. Hurmatli akalar, shunga tom qilaman deganlar. Bu materiallarimiz aka arzonroq bo'lgan konteyner materiallardan bino bo'ldi. Mana ko'rib turgan xorlarimiz ham konteynerimiz tayinli chiqadigan sherlardan bo'ldi akalar. Temirimiz o'zi kraskalangan tabiiy. Yana bir qator kraska berib olsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Daxilida uni ustiga endi lomboz bo'ladi, ya'ni loy bosiladi. Mana ko'rib turganlar. Endi bu qilgan xorlarimiz zakaz bergan akamiz tomonidan qo'shimcha bo'ldi. Akamiz iltimos qildi. Biz iltimoslariga binoan ish qildik. Inshootimiz to'yxona uchun mo'ljallanayapti. Hurmatli tadbirkorlar, tashqarida banner ilishga ham bo'lmasa bo'lmaydi. Siz qiynalmay qolasiz. Asanga qo'yib oladi. Nasibsa. Xolos bitgan holatini ham bir arzon qilib ko'rsatamiz sizlarga. Kimda kim qiziqtirsa akalar, mana shunday inshootlar, tomlar yoki boshqa bir naveslar desimi ekranga chiqib turgan telefon raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin. Xizmatda hamisha sizlar bilan men kamina oybekda. Yoqsa like, yoqmasa bezlak, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirasizlar akalar. Doim xizmatlardamiz. To'lovlar xohlagan usulda. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.